Opa? Voy bolam, Shuhratjon bolam. Keldingmi bolajonim, o'zimmi? Opa? Qorin ochib ketdi-yu, nimadir qilsak bo'lmaydimi? Yo'q, o'zim o'rgilib ketay. Meni pensiya pulim kelgan. O'sha pensiya pulimni beraman. Borib to'g'ri olib kelasan. Faqat ading bilmasin. Opa, unda men akalarimni, singillarimni chaqiramiz. Hammamiz maza qilib o'tiramiz, bo'ladimi? Voy, bo'ladi. Bor bolam, cho'ning bolam. Ey do'stim, joylaring jannatdan bo'lsin. Juda yaxshi inson eding. Seni hech qachon unutmayman. Ey o'rta boshliq, Shuhrat ham uni bilinyaptir. Yo'q, o'lgan odam ketdi. Ishni kimdir yuritish kerak-ku. O'rniga boshqa odam oldim. Assalomu alaykum Nurdin aka. Ha, keling, yaxshimisizlar? Ha, kelin, xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Do'stimni yo'qligi ham bilinyaptir. Ha, yo'q. O'lgan odam ketdi. Qo'yar qo'ymas turmushga berishdi meni. Bolalarim otasiz qolmasin dedim. Voy bolajonim, bolajonim, keldingmi? Bormisan bolajonim? Voy kelganing juda yaxshi bo'ldi deb bolaman. Bormisan? Hozir Shuhratjonnichi